Yurtimning asl o'g'lonlari bu vatan tinchligi va xalq osoyishtaligi uchun xizmat qilayotgan harbiylardir. Ular har qanday sharoitda ham sadoqat, jasorat va fidoyilik namunasini ko'rsatadi. Harbiy bo'lish bu shunchaki kasb emas, bu sharaf va mas'uliyatdir. Harbiy chegarachilarimizni himoya qilish xalqimizning tinch uxlashiga kafolat bo'lib turadilar. Ular sovuq qor, jazirama issiq yoki murakkab sharoitlardan qat'iy nazar o'z burchini sidqidildan bajaradi. Ularning qat'iy intizomi, mustahkam irodasi va vatanga bo'lgan muhabbati har bir yosh uchun ibratdir. Bugungi kunda O'zbekiston Qurolli Kuchlari safida xizmat qilayotgan mard o'g'lonlar yurtimiz mustaqilligi va xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ular nafaqat kuchli jismoniy tayyorgarlikka, balki ma'naviyat va bilimga ham ega bo'lishlari kerak. Chunki zamonaviy armiya bu kuch va aql uyg'unligidir. Yurtimning asl o'g'lonlari bu jasur, vatanparvar, or-nomusli harbiylardir. Ularning xizmatlari tufayli osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch. Har birimiz ana shunday fidoyi o'g'lonlarga hurmat va minnatdorlik bilan qarashimiz kerak.